Ketdik. Birgalikda jahon chempionatini tomosha qilib kelamiz. Kuni kecha Bunyodkor stadionida bo'lib o'tgan, shaxsan muhtaram prezidentimiz o'zlari ishtirok etgan O'zbekiston terma jamoasini jahon chempionatiga kuzatish marosimiga yozilgan kommentni qarang. To'pi berdi. Mana shu bitta to'pni orqasidan 20 kishi yugurib yurishi, shuncha marosim, shuncha ovoragarchilik zarilmi deb yozibdi. Bu qanchalik to'g'ri, nima deysizlar? To'g'risi o'zim ham qiziqib ketyapman. Kommentariyaga javobini sizlar yozinglar. To'g'risi o'zim ham juda qiziqib ketyapman. Qanaqa javoblar kelishiga fikringizni izohlarda qoldiring. Qanday ongli odam bu kommentariyani yozgan? Nima deysiz siz? Hammamiz bilamiz, O'zbekiston K guruhdan joy olgan. Bunda eng qiziqarli o'yin O'zbekiston va Portugaliya o'yini bo'ladi. O'rtoqlar, men ham jahon chempionatiga bormoqchiman. Bunga dokumentlarim ham 90% tayyor bo'lib qoldi. Lekin bitta narsa o'ylantiryapti. Bir o'zim borgim kelmayapti. Sherigimni obunachilarim orasidan olib ketmoqchiman. Obunachilarim orasidan bir kishini olib, birga borib jahon chempionatini tomosha qilib, bora olmagan obunachilarimiz uchun yaxshi kontent videolar qilib kelish niyatimiz bor. Sizlarning oranglardan o'zimga bitta sherik tanlashim uchun menga obuna bo'lib, tezroq komment yozing. Kommentariyasi eng qiziqarli chiqqan va ko'p like yergan obunachini o'zimga sherik bo'laman va bu tezroq amalga oshishi kerak. Nimagaki dokument ishlari juda ham qiyin, hozir hamma biladi. Dokumentni boshlash uchun siz ham hozirroq obuna bo'lib, kommentariya yozishni boshlang va do'stlaringizga jo'nating. Siz bora olmasangiz, do'stingiz borar. Nima deysiz? Ketdik. Birgalikda jahon chempionatini tomosha qilib kelamiz.